Xo'p, hozirgi demak videoda men sizlarga biz asosan internetdan pul topamiz. Internet sayt shunaqa dizaynerlar pul topishi mumkin bo'lgan saytlar bor. Xo'p, juda ham saytlar ko'p. Lekin men o'zimiz o'sha saytda qaysi saytda topayotganimizda demak sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, birinchisi demak Envato degan katta plashatka bor, katta maydon bu. Demak shu haqda sizlarga bir ikki og'iz demak tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, Envato nima o'zi bu? Envato bu umuman ijodiy odamlarni, dizayner bo'ladimi, programmist farqi yo'q. Video maker bo'ladimi, 3D maket yasaydigan odam dizayner bo'ladimi, farqi yo'q. O'shalarning ijodiy mahsulotlarini sotib beradigan o'rtadagi bir vositachi, katta plashatka. Envato Market 2001-yili, 2003-yildamikin tashkil topgan. Demak, mana jami bo'lib deyapti, Envatoda deyapti 58 millionta deyapti. Уже tovar sotildi deyapti. 58 millionta ish sotilgan. Community degani bu o'sha odamlarning ishlagan pullari bu 800 million dollar. Demak, jami odamlar ishlashgan deyapti. Xo'p, Envatoda demak boshidan boshlaymiz. Birinchi o'rinda WebZems templates turibdi, mana ko'rib turibsizlar, 7 ta bo'limi bor. Demak, birinchisida deyapti WebZems, bu veb saytlar shablonlari sotiladi. Ichiga kirsalaring bitta WordPress temalari ham bor, Joomla temalari bor. Umuman veb sayt tematikasi bo'yicha почти hamma narsani topsa bo'ladi. Juda ham arzon narxga sayt sotib olasiz. O'zingizning narsalaringizni, tekstlaringizni yozasiz, rasmlaringizni qo'yasiz, logotipingizni qo'yasiz, siz bitta nima saytingiz tayyor. Qanaqangi agar bir o'zingizga xos bir vazifani bajaradigan bir saytingiz bo'lmasa, misol oddiy korporativniy sayt qilmoqchisiz, oddiy bir firmaga, oddiy o'zingizda ishlab turgan bizneschangizga sayt qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan sotib olgan yaxshi. Xo'p, ikkinchisi Code Canyon degan bo'lim. Bu hammasini ochib bittadan ko'rsataman. Demak, mana video bu WebZems, ZenForest bu, ZenForest.net. Demak, Envatoni ichiga qaraydi hammasi demak. Bu ZenForest.net, Envatoni o'ziga qarashli. Xo'p, bu yerda deyapti mana 48 mingta deyapti WordPress temalari deyapti, $2 tortib temalarni topishingiz mumkin deyapti. Misol uchun bizga kerak, deylik, sartaroshxonaga bitta sayt qilib qo'ymoqchimiz yoki sartaroshxonaga bizda O'zbekistonda sayt hozircha sayt qilishmaydi-yu, kerak emas. Misol sayt nimaga kerak bo'lishi mumkin? Fotograflarga kerak bo'lishi mumkin, misol uchun sayt. Photography in WordPress desak, fotograflarga mana best match degani, bu eng ko'p oxirgi marta odamlar ko'p sotib olayotgan temalar, ya'ni populyarni temalar desak ham bo'laveradi. Misol uchun previewni bitta bosamiz, $69 ekan, 136 marta sotilibdi, mana 7-fevralda qo'yilgan. Kiramiz, demo versiyasini ko'ramiz, agar ma'qul bo'lsa, misol uchun bemalol sotib olib turib, o'rnatib ishlataverasiz. Hech ham nimasi yo'q. Hozir nimagadir bitta bunaqa beryapti, ketdi. Вот такой mana shunaqangi chiroyli sayt. Demak, o'zingizni rasmlaringizni qo'yasiz, o'zingizni menga gaplaringizni yozib qo'yasiz, bitta nima tayyor sizga. Bu demak main home deyapti, ichida naqalari bor ekanda. Har xil bitta temani ichida har xil ko'rinishlari, misol uchun asosiy oyna, bu horizontal bunaqasiga ketadigan nima ekan, misol uchun versiyasi ekan. Metro gallery degan ekan, mana bunaqangi ko'rinishda, misol uchun. Yoki split showcase mana, yoki mana gallery minimalistichniy. Xo'p, interactive links, misol mana yozuvlarga nima qilsa bo'ladi, bossa bo'ladi. Yoki voy, haqiqatan juda zo'r ishlangan ekan, misol uchun.
Juda oson. Demak, mana shu saytlarni mana shunaqangi variatsiyalarda qilib berar ekan. Mana shu saytlarni oddiy misol jamoa bo'lib turib qilish ham mumkin. Agar bitta o'zingizni qo'lingizdan kelsa, bemalol bitta o'zingiz ham qilishingiz mumkin. Qilib, demak, bularga jo'natasiz. Demak, bularni o'zining komissiyasi bor. Komissiyasidan tasdiqlasa, ularning talabiga javob bersa, sotuvga qo'yishadi. O'zlari nimani, demak, saytingizni продвинут qilishadi, ya'ni reklamasi ham bularning o'zining bo'ynida. Sizga sotishadi, misol uchun $69 sotilsa, sizga o'shani o'zini bularning protsenti bor, uni olib qoladi. Amerikaning solig'i bor, uni olib qoladi. Keyin nimasini, demak, qolgani sizning kartangizga avtomatik tushaveradi. O'rtada turib shunaqa qiladigan sayt bu. Xo'p, misol uchun odamlar qancha ishlashi mumkin? Deylik, shu demak, WebZems templatesda, shu ZenForestda. Xo'p, uning uchun kiramiz, top avtorlarga kiramiz, top avtorga kirsak, eng ko'p sotgan nimalarni, demak, sortirovka qilib beradi. Misol uchun ZenFusion degani birinchi o'rinda turadi. Mana amerikalik, qanaqadir komanda bular ham. Xo'p, ichiga kirib ko'ramiz. Mana bu yerda demak panja bor. Panjaga olib borsalaring, level 16 ekan. $25 million tema sotishgan. $25 million oshiq tema sotishgan. Endi misol uchun agar ZenForestni o'zini protsentini chiqarib tashlasak, kamida sof foydasi, mana shu ZenFusionda o'zining sof foydasi $15 million yuqori deb hisoblasak bo'laveradi. Qancha ko'p sotgan sari shuncha ZenForest protsenti kamayaveradi, ya'ni avtorning huquqi oshaveradi, avtorning protsenti ko'payaveradi. 12% gacha tushadi menimcha. Xullas, bir 18-20 million dollar ham deb hisoblasak bo'laveradi, chunki bu yerda 25 million plus turibdi. Yog'i hali unaqa bundan kattasi bo'lmagan. Agar 50 millionda yana ajratishmasa, level 17 qilib, bilmadim. Xullas, ichiga kirib ko'ramiz. Misol uchun ZenFusion ichiga kiramiz. ZenFusion ichiga kirsak, uni portfoliosiga kiramiz mana. Ichida mana bir dona temani sotishgan xolos bular. Bir dona temadan shuncha pul qilishgan. Ya'ni bir dona temani o'zi 581 ming marta sotilgan. 581 ming marta. Hisoblaymiz mana. Pastda yana $60 turgan shu paytgacha. 581 ming 765 ko'paytiramiz, demak $60 ga. Xo'p, mana 34 million dollarlik sotishgan. Endi bundan ayiramiz. Misol uchun ko'paytiramiz, anaqani o'zini nimasini ayirib tashay. Misol uchun odatda 30% olib tashay. 30% emas, undan kamroq ekan. Demak 0.8 ga ko'paytiraman. Mana 27 million dollar, o'rtacha 25 million dollar mana shu bitta temani o'zidan, demak, anaqa qilishgan. Foyda qilishgan. Nima o'zi bu? Qani kirib ko'ramiz mana. Avada degan tema, oddiy WordPress tema. Ichiga kiramiz, mana ichiga kirsak o'zini builderlari bor, o'zini nimalari bor. Haligi page builder deydi. Misol uchun nima ekan? SEO of Envato. Bu Envato'ning nimasi ekan? Tipa boshqaruvchisi ekan. Bu o'zi taqriz bergan ekan, demak, mana Avadaga. Xo'p, nimasini ko'ramiz? Live preview qilib ko'ramiz. Sotib olsak, bizga nimalarni beradi mana shu Avada. Demak, $60 ga agar biz sotib olsak, bizga mana shu narsalarni beradi hozirgi chiqayotgan. Hop, design anything, build everything. Hop, ketdik. Buni ichida любой tematikaga nimani topsa bo'ladi. Temalarni topsa bo'ladi. Universal multipurpose tema hisoblanadi. Misol uchun pastga tushib hozir temalarni ko'ramiz. Mana ketdi Avada Classic. Xo'p, yangi chiqqanlar ekan. Avada Fitness zal agar ochmoqchi bo'ladigan bo'lsak, kiramiz, fitness zalni tanlaymiz, o'zimizni mana shu temasini tanlaymiz, o'zimizni yozuvlarni yozamiz, menga o'zbekcha yozuvlarni yoki bo'lmasam o'zimizda maktab tariflar bo'ladi, mana qanaqangi bo'limlar bo'lsa, boshqa YouTube ga ulab qo'yibdi mana. Xo'p, shunaqangi nimalarni o'zgartirib qo'yamiz, bizda tema tayyor bo'lib qolaveradi. Xo'p, mana
sizdan kerak bo'ladigan narsa bitta domen bilan hosting olish xolos. Uni O'zbekistonda ko'pi bilan 150 mingga sotib olsangiz, 1 yil $60 demak buni sotib olasiz. 150 mingga nimani sotib olasiz? Demak domen hosting sotib olasiz. 700 ming, 800 ming bilan bitta sayt bemalol ishlaydi. Все, shu bilan sizga xizmat qilaveradi. Bu juda zo'r ishlangan, misol uchun sartaroshxonaga, go'zallik saloniga, qanaqadir mana pivoga deyapti, universitetga, stomatologiyaga, freelance sayt, qurilish sayt, umuman любой tematikaga mana nimalarni topsa bo'ladi. Avada degan tema shunaqangi. Xullas Zenforest degan narsa shunaqa ishlaydi. Zenforestda meni ham ndaqam bor, profilim bor, mana Kadirov degan nima profil meniki. Buni ochilganiga ancha bo'lgan, 2 yildan oshdi. Lekin boshida ochganimda bu nimaga misol sayt shablon tashaganman, meniki ko'pi o'tmagan, 2-3 marta o'tmagan. Shu bilan keyin tashab qo'ydim. Keyin yaqinda yana boshladim. Komissiyadan o'tdi, mana уже sotilyapti ham. Mana misol uchun Ibn Sino demak meditsinskiy klinikani sayti, prosta bu naqa emas. WordPress tema yoki HTML versiyasi emas. Bu prosta rasm xolos, PSD variant, Photoshopda tayyorlangan dizayn xolos. Misol uchun 33 ta nima qilib qo'yibman, nima ekan? 32 ta fayl bor ekan ichida, 32 ta PSD. Demak, mana bu birinchi home page. Xo'p, keyingisi mana ikkinchi home page. Bu uchinchi home page. Ichki sahifalar qolganlari hammasi. Mana shu tartibda demak bularga jo'natamiz. Ular qachonki demak ularning talabiga javob bersa, demak sotuvga qo'yishadi. Sekin sotilaveradi. Misol uchun mana 6 ta sotilgan $9 dan mana shu sayt PSDM. Lekin bitta ko'pincha bu PSDlarni sotib ko'p pul qilib bo'lmaydi. Asosiy daromad sherikchilikdan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu 6 ta sotilgan. Agar buni HTML yoki WordPress temaga o'giradigan bo'lsak, bu juda ko'p sotiladi. Juda ko'p sotilish ehtimolligi katta. Uning uchun komanda kerak bo'ladi. Misol uchun dizayner birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda verstalshik front-end developer deydi. Uchinchi o'rinda programmist o'sha WordPress temaga o'girib beradigan odam. Xo'p, o'sha 3 kishi misol uchun kelishib turib agar ish qilinsa, juda katta pul qilish mumkin. Hozir misol uchun men shunaqa razrabotka ketyapti, bitta hind qiz bilan misol hamkorlik qilyapman. Uni hamkorlik emas, u o'zi taklif bilan chiqdi. Mana misol uchun Blackfit degan nimamdi, fitness zalni nimasini, demak saytini u HTML ga o'girib beraman dedi. Qanchaga o'girib berasan? Biz endi savdolashdik, WhatsAppda savdolashdik. $200 ga misol uchun rozi bo'ldi. $200 ga men qiyizib turib shu saytimda, demak men hozir PSD varianti turibdi. Plus qo'shaman HTML versiyasini. Buni sotilish ehtimolligi juda katta bo'ladi. $200 sotilishligi uchun kamida men hisoblab chiqdim. Misol 20 ta, 25 tacha o'rtacha sotilgandan keyin o'zini o'zi qoplab turib, yag'iga foydaga kirib ketar ekan. Xo'p, o'shaning uchun hozir u qiz demak razrabotka qilyapti uni. O'zi nima qilyapti? Mana bitta fayl o'tkazsangiz bo'ldi. Mana shu bitta fayl o'tkazganman, o'sha menga followerslar ko'payishni boshladi. Misol uchun mana Ucoder, Barvista, Maqsadov, o'zimiznikilar ham bor buning ichida, lekin ko'pi mana DevZems. Misol uchun bular bekordan bekorga sizga podpiska bo'lgan yo'q. Mana shularning ko'pchiligi menga o'sha yozgan. Ya'ni hamkorlikda ishlaymizmi? Bizga tema kerak. Biz misol uchun hindlar juda ko'p o'tirishadi. Biz misol uchun anaqa qilamiz deydi, WordPress bilan HTML ga o'giramiz deydi. Sen deydi dizayningni huquqini bizga berasan deydi. Sotilgan daromaddan bo'lishamiz deydi. Ko'pchilik misol uchun 60 ga 40 ishlaydi, 35 ga 65 ishlaydi. 35% dizaynerniki, 40% kamida 35-40% dizayner oladi. Chunki eng katta huquq baribir dizaynerda bo'ladi. Chunki bizni saytimizni misol uchun $11 ga sotib olib turib, ular o'zidan o'zi HTML versiyasini yoki bo'lmasa WordPress versiyasini qo'yib yuborishga haqqi yo'q. Agar men ularni misol uchun birortasi qo'yib yuborsam, men unga jalba bilan chiqsam, unga Envato уже ban beradi. Uni nimasini savdosini to'xtatib qo'yishi mumkin. Tipa shunaqangi sayt bu. Demak, Zenforest degan joy. Demak, bo'limlari mana WordPress temalar, HTML,
HTML versiyalar mana marketing bo'yicha qanaqadir nima ekan, mana KMSlar, e-commerce mana haligi internet magazin qilmoqchi bo'lganlarga mana shunaqangi pluginlar bor har xil WordPressga, Muse'da qilingan ishlar, UI dizayn misolcha, faqat PSD templatelar. Mana kiramiz, oxirgi qilingan ishlarni ko'ramiz. Browse all items. Newest ga kirsak, eng oxirgi tashlangan mana shu nimalar. Demak, PSDlar mana $5 dan qo'yib qo'yibdi. PSDlarda asosan bekka sotish uchun emas, asosan o'sha hamkorlar topish uchun ko'proq qo'yishadi. Misol uchun preview qilib ko'raylik. Ichida nima ekan bu? Mashhur Creative Portfolio PSD template 14 ta mana PSD bor ekan. Birinchisini ko'ramiz. Jam qiyin joyi yo'q. Oddiy, sodda решение, hech qanaqangi know-how bir narsalarni chizib, yaratib tashlash bir narsalar shart emas. Asosiysi yozuvlarni tipografikasiga, vozdux mana yozuvlar orasidagi masofalar, mana oq joylar, o'qilishi juda chiroyli bo'lishi kerak, ranglar unaqangi abrakadabra bo'lmasligi kerak. Mana shu yerdan bemalol misol uchun deysiz, bunaqangi narsalar demak o'tyapti ekan, oxirgi dizaynlar. Demak, shunaqangi qilib biz ham dizayn qilsak bo'laverar ekan deb turib, nima qilish mumkin? Bu yerga yana o'sha dizaynlarni joylash mumkin. Bu bittasi, misol uchun nima ekan bu? Neomorphic Directory Listing PSD template. Hop, bo'pti, shart emas. Hop, multi-concept ham shart emas. Hop. Demak, mana 19-mart kuni joylangan mana shular hammasi. Mana bugun mana bitta joylanibdi. 19-mart, 17. Mana уже mana Xat Bazar Real Estate PSD template ikkita sotilibdi уже mana 17-kuni joylangan ekan. Qani kirib ko'ramiz ichida nimalar bor ekan, qiziq. O'sha ko'p sotilayotgan temalar уже qanaqadir ko'p. Mana misol yana nima debdi? IT texnologiya deyapti. Sotilibdi уже. Fashion sotilibdi mana. Demak, o'sha ko'p sotilayotgan temalarga ishlansa, sizniki ham sotilish ehtimolligi yaxshi bo'ladi. Endi trenddan qolmaydigan temalar bor. Misol uchun meditsinskiy trenddan qolmaydi, ko'p sotiladi. Yana nima bo'lishi mumkin? Business, fashion, o'shalar sotilaveradi. Lekin temalar juda ko'p. Hop, misol uchun bu realtor, hali uy-joy savdosi bilan shug'ullanadiganlar uchun shunaqangi demak sayt ekan. Mana demak juda ko'p ishlangan ekan. Deyapti, nechta? 78 tadan oshiq PSD fayl bor deyapti. 10 tadan oshiq deyapti. Asosiy, hali home page, asosiy oynani dizayni har xil deyapti. Xo'p, mana shu narsalar hammasini sotib olasiz agar fashion mana misol uchun kiramiz. Xullas shunaqangi. Endi keyingisi avada Zenforest ko'rdik. Hop. Code Canyonda asosan programmalar sotiladi, ko'proq pluginlar, programmalar. Shunaqangi. To'g'risi programmistlikka unchalik qiziqmaganligim uchun bu yerda asosan nimalar borligini ham uncha zo'r bilavermayman, lekin asosan programmalar, misol APKlar bo'lishi mumkin har xil. Standartni, misol uchun siz yangiliklar saytingiz bor, o'shanga APK qilmoqchisiz, misol приложение qilmoqchisiz, telefonda ishlaydigan. Tayyor mana shu yerda nimalar bor, yangiliklar uchun nima qilingan приложениялар bor. Sotib olasiz, o'zingizni narsalaringizni joylaysiz yoki saytingizga ulab qo'yasiz, pastda endi bu bilan sinxronizatsiya ishlaydigan misol uchun bu tema sotib olish ham mumkin. Xo'p, ketdi. Keyingisi stock footage video effects. Xo'p, video mashu. Asosan biz mana shunda pul qilamiz. Короче, mana bizning profilimiz, dashboard. Misol portfolioga kiradigan bo'lsak, где-то 1 yil bo'lib qoldi. Mana nechta ishimiz bor ekan? Portfolioda 44 ta mana 44 ta ishimiz bor. Bu yerda nimalar bo'ladi? Bu yerda video shablonlar bo'ladi. After Effects'da qilingan, Premiere Pro programmada qilingan, har xil bo'lishi mumkin. Endi bu sherikchilik asosida qilingan proyekt.
bitta sherigim bor, u animatsiyasini qiladi, men dizaynlarini qilib beraman. Misol uchun mana bitta shablonimizni ochib ko'ramiz. Oxirgi qilingan ishlardan Islamic Channel Intro. Bu qanaqadir YouTube kanallari uchun, islom diniy bir YouTube kanallari uchun qilingan introlar. 5 xil dizayn. Misol uchun sizda agar nimangiz bo'lsa, shunaqangi shu mavzudagi kanalingiz bo'lsa, yoki qanaqadir video qilmoqchi bo'lsangiz, shuni sotib olasiz, After Effects'ni ochasiz, tayyor o'rgatilgan instruksiyalarini qilib qo'yganmiz. O'zingizni kanalingizni otingizni yozasiz, bitta shunaqangi intro tayyor bo'ladi. Misol uchun kirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana ko'rib turganlaring, mana shu dizaynni, demak, men tayyorlab berganman. Buni animatsiyasini bo'lsa sherigim qilgan. Xo'p, shunaqa. Misol uchun mana har xil tematikalarga qilamiz. Misol diskotekaga, mana music festivalga. Shunaqangi, misol uchun fashionga promo roliklar. Rangli versiyasi, rangsiz versiyasi. Demak, dizaynini men qilganman, animatsiyasini sherigim qilgan. Xullas, bu yerda juda ishlar ko'p. Xo'p. Keyin yana bundan tashqari bizda nimalarimiz bor? Yana sirlarni aytib ketaman. Sheriklarimiz bor. Rossiyada bor, boshqa Hindistonda bor. Ularga biz nimalarni, proyektlarni naqd pulga sotamiz. Hozir bu yerga qo'yib qo'yganmiz, misol uchun $14, 18, mana $22, 26 qo'yib qo'yganmiz. Bu endi kim olsa, o'sha sekin, misol uchun mana nimaga qo'shilaveradi. Misol puli to'planaveradi. Endi agar buni naqd pulga sotaman desangiz, uni kattaroq summaga sotish mumkin. Misol uchun bitta proyektni $150, $200 sotish mumkin. Shunaqangi sheriklarimiz bor. Ularga ham juda ko'p xullas sotganmiz. Xo'p. Bu menimcha tushunarli bo'ldi shekilli. Yana qanaqadir bilmadim, bir narsalarni esdan chiqargan bo'lish mumkin. Juda ko'p narsalar qolib ketdi, to'g'risi. Agar gapiraman desam juda gap ko'p. Agar YouTube'dan qiziqsalaring, YouTube'dan bir ko'rib, inglizcha, ruscha versiyalari juda ko'p. Xudo xolasa, o'zimizning kanallarda ham yana batafsil bu narsalarni tushuntirib ketishga harakat qilaman. Davom etamiz. Keyingisi Audio Jungle. Bitim asosan muzika sotiladi. Muzika, har xil ovozli effektlar bo'lishi mumkin, hali kinoda ishlatiladigan bir qanaqadir effektlarda ishlatiladigan muzikalar bo'lishi mumkin. Agar musiqaga qiziqsangiz, musiqa yozing, shu yerga qo'ying, ularni agar talablariga javob bersa, bemalol men sotish mumkin. Shunaqa narsa. Xo'p, keyingisi Graphic River bu hozirgi misol sizlar bilan Photoshopni qo'lni o'rganishga harakat qildik, Misol flyer qildik, har xil vizitka dizayn qildik, bannerlar qildik, boshqa. O'shalarni hammasini mana shu yerda sotish mumkin. Agar bularning komissiyasi o'shandan o'tkazsa, ma'qul kelsa, demak, mana shu Graphic River bo'limida, mana Graphic River.net degan saytga kirasizlar. Shu yerdan registratsiya bo'lib turib, registratsiya bo'lish ham juda oson, hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Kirasizlar, shu yerda misol upload qilib turib, yuklab qo'yasiz, kutasiz, javobi keladi 2-3 kunda. Agar tasdiqlansa, ular bunaqaga qo'yishadi. Misol uchun print, flyersga kiramiz va shu yerdan misol uchun mana bir haftada eng ko'p sotilgan nimalar deyapti. Bestsellers deyapti. Ladies, hop 68 ta sotilibdi. Night Club flyer, Kirib ko'ramiz nima ekan.
68 ta sotilibdi. 18-fevralda qo'yilgan, mart. 1 oyda ichida 68 ta sotilgan $6. Xo'p, bu menimcha yomon emas, вообще zo'r desa ham bo'laveradi. Demak, mana shunaqangi dizaynlar bor ekan ichida. Kirsak, demak, mana Instagram uchun, mana Instagramda qanaqa ko'rinadi deyapti. Instagram uchun shablon dizaynlar. Demak, bular rasmlarni berishmaydi, lekin faqat orqadagi grafikalarni, ramkalarni bizga berishadi. Rasmlarni o'zingiz rasmlaringizni qo'yasiz. Misol uchun, ko'p ekan. O'shaning uchun yaxshi ketyapti-da. Ancha mehnat qilingan. Agar avtorda nimasiga qiziqsangiz, mana Graphic Forest.net degani bor ekan. Уже mana $10,000 oshiqlik narsa sotib qo'yibdi. Ichiga kiramiz, qilgan ishlarini ko'rishingiz ham mumkin. Portfoliosiga bitta kiramiz. Mana. Demak, night club, ladies night club. Asosan shunaqa night clublar qiladigan bo'lar ekan. Endi ko'pchilik o'zi shunaqa bo'ladi. Nimaga mana koronavirus уже trendga kiryapti ekan, mana buni ham chiqarishibdi. Mana nimalar demak отдельный ekan. Misol uchun bunisi bitta o'zi sotilar ekan. Hozir bizga mana uni o'zini sotyapti ekan. Tushunarli. Xo'p. Bitta odam misol uchun любой tematikaga ishlashi qiyin. Misol men detskiga ishlashni yoqtirmayman, qandaydir o'xshamaydi. Menda ko'proq shu kelin salon, fitness, tipa biznes, o'sha tematikalar menga yoqadi. Kimgadir boshqa yoqadi, mana bunaqangi yaltir-yultir, yorqin ranglar, tipa o'shalar yaxshi ishlaydi. Ishlaganingiz sari o'zingizni aniqlashtirib boraverasiz. Xo'p, Graphic River shunaqa joy. Bu yerda nima bo'ladi? Rasmlar ham sotish mumkin, flyerlar, biznes kartalar, shriftlar ham sotish mumkin. Вообще почти Photoshopda qilingan hamma narsa sotish mumkin. Illustratorda qilingan. Mana shu narsalar hammasi sotilyapti. Misol uchun mana $8 dan 103 ta sotilibdi. Mana shu demak Albert Party flyer. Mana. Все, mana shu bitta dizayn deyapti. Misol uchun 103 ta sotilgan $8 dan. Normalniy va shu zo'r natija. Misol uchun o'tirsangiz hech qancha vaqtingiz ketmaydi. Shu narsani bemalol yarim soat, 1 soatda tayyorlab qo'yish mumkin. Lekin shunaqangi tayyorlash kerakki, bularni polni nimasini o'rganib chiqish kerak. Talabini oldin o'qib, o'rganib, keyin tayyorlagan maqsadga muvofiq. Atak misol uchun boshida biz ham juda qiynalganmiz. Misol bitta o'tmaydi, ikkita o'tmaydi, uchta o'tmaydi, keyin hafsalangiz susayishni boshlaydi. Keyin o'shunaqa paytda hech qachon chekinmaslik kerak. Harakat qilaversh kerak. Baribir bir kun o'tib ketadi. O'tishi bilan keyin yog'iga kanallar sekin ochilishni boshlaydi. Zo'r narsa. Xo'p, royalty free stock photos image. Bu yerda asosan просто rasmlar sotiladi. Stok fotolar sotiladi. Любой tematikaga sotiladi. Misol uchun mana nima ekan bu? Ovqat. Mana qancha? $5 ekan mana shu rasm. Sotib olasiz, ishlatavering любой nimangizga. Eng katta kачествоda qilib beradi. Agar fotograflikka qiziqadiganlar bo'lsa, bir shunga harakat qilib qo'ysa ham, ko'rsa ham bo'ladi. Men hech bunga qiziqmadim-u. Lekin buni ham o'ziga yarasha talablari bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi bu 3D Ocean.net. 3D Ocean'da asosan 3D maketlar sotiladi. Misol uchun 3D kerak. Bizga misol 3D kerak, iPhone'da 3D'si kerak, iPhone qidiramiz. Oxirgi best matchlari. iPhone 11 white, oqi, green, yashili, sarig'i mana chiqyapti. Xo'p. Element 3D da mana iPhone 6, eski nimalar ham bor ekan. $49 dan shularni kimdir chizib chiqqan bittalab 3D da o'xshatib. iPhone 7. Mana iPhone 11 Pro Element 3D da qilingan. Element 3D degani bu Element 3D nimada ishlaydi? After Effects'da ishlaydi. After Effects
buni sotib olib turib, After Effects'da ochib turib, Element 3D o'sha plugin o'rnatiladi. O'sha Element 3D da ochib turib, keyin shunga haligi chiroyli animatsiyalarni, app promolarni qilish mumkin. Zo'r sotiladi u ham. 3D'lar sotiladigan joy xullas. Asosan shu endi Envato Market butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan plashatka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunga o'xshagan plashatkalar juda ko'p, lekin bunaqangi katta hajmda ular sotilmaydi. Birinchi o'rinda baribir Envato Market turadi. Envato Marketga eksklyuziv avtor bo'lib, demak mana. Hop, eksklyuziv avtor mana. Eksklyuziv avtor bo'lib biz ro'yxatdan o'tganmiz. Ya'ni eksklyuziv avtor degani narsalarni faqat Envatoni o'zida sotadi. Qolgan saytlarda sotish mumkin emas. Tipa shunaqangi plashatka.